Hurmatli obunachilar, Ladalardan ham qo'yiladigan obunachilar bor edi. 2018-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Lada Cross'mi aka bu? Ha, SV Cross. SV Cross. Qancha yurdi bu? 151 ming yurgan. 151 ming yurgan, kraskasi toza 2018. Gazichi aka buni? Metan gazi. Metan gazi bor. 1.8 eng full pozitsiyasi. 1.8 motor bo'ladi ekan. Full pozitsiyasidan deb aytib o'tyapti. Chexol kovrilari bor, akkuratniy salon aka. Xo'p, aka, puli necha deyapsiz? Aka bo'ladi, 7,5 mingga bo'lsa bera olamiz. 7,5 ming dollar. Bozor so'radimi aka? Ha, so'rashadi. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 72. 7200 ga bermadim deyapti akamiz. 200 dollar qopdi. 100 dollar, 200 dollar qopdi. Talashib tortishib, telefon raqamini qoldiraman, bemalol olishlar mumkin. Faqat sizdanmi shu? Bu ham sizdanmi? Yil nechi buni? Bu ham 2018, kraskasi toza, 173 ming yurgan. O'zimiz nomimizda. Gazichi? Benzin yurgan. Gazi yo'qmi? Yo'q. Voy, bagaj yomon keng bo'ladi. Salonlarimiz o'rtada. Gap yo'q. Salonni ham foto ko'rsatib qo'yaman. Qaysi modelida aka bu? Granta? Lada Granta. Lada'ning Granta modelidan. Ladalarda ko'p modellarini bilmayman. Chexoli ham yo'q ekan, ko'rigi ham yo'q ekan, o'zingizlar qo'yib olasizlar. Narxni kelishib. Puli necha deyapsiz aka? Qancha yurdi bu? 173 ming. 173 ming yurgan, kraskasi toza, yili 18 ming. 18. Puli necha deyapsiz? Buni 5,5 ga bo'lsa beramiz aka. 5500 dollarga bo'lsa berib yuborasiz. Bermaganingiz bo'ldimi? Bu ham so'rashadi 5 atrofida. Tak. Nasl savdo ham chiqadi aka. Qancha puli bor, qancha vaqtga? Monga 3000 puli bor, monga 4,5 ming puli bor. 6 oygacha nasl savdo qilib beramiz aka. Telefon raqam qoldiraylik. 90lik 90lik bilan 769 769 69 15. 69 15 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Aka-ukalar, Lada so'ragan obunachilarimiz uchun. 2019 Lada Vesta Cross'dan, ha? Lada Vesta Cross 1.6 mexanika. Aha. Propan gazi bor. Propan gazlar qo'yib qo'yilgan. Qancha yurgan? Kraska toza. Kraska 191 ming bor. 191 ming kilometr yuribdi. Kraskasi toza ekan. 200 ming kami bor. Pozitsiyasi qaysinisida? 5-pozitsiya bu. 5-pozitsiya. Bez monitor lyuksiz 5-pozitsiyasidan deyapti akamiz. Toza, generalni chiqaradi. Gench qo'rar ekan, hujjatlari bitorar ekan. ABS, multimedia, hamma yo'q ishlaydi. Sidinalar, series pinjalari bilan. Hurmatli yurtdoshlar, mana kurs kontrollari, ABSlari hamma yo'q ishlaydi deb aytyapti akamiz. 1.6 motor bo'ladi ekan. Propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan. Kraskasi toza deyapti. Puli necha pul? 8 ming dollar kam bor deyapsiz. Baho qilishdimi aka bozorda? So'rashdimi? 72 ga beriladi. 7200 dollarga berilmadi. Bunisichi? 2020 21. Hozir Hozir 100 ming yurgan. 100 ming kilometr yuryapti. 6 mexanika. Metan gazi bor 90 ta. Metan qo'yilgan ekan bunga. Monitorsiz xolos. Tushunarli. Puli necha pul deyapsiz? 8800 ozgina kam. 8800 ozgina kam bor. Aksiyasi bor, 3 oyga qo'shilmaydi. 3 oyga doğru variantga berasiz. Qancha puli borga? 5000 teparoqda bo'lsa 3 oyga doğru variantga beraman deyapti akamiz. Salon holatidan ko'rinishlari. Yaxshi chiroyli qarab minilgan ekan. Bunda ham kruz kontrollari bor ekan. Xo'p aka. Telefon raqami aytaylik ikkalasiga. Mana Bu ham sizdanmi? Yil necha? bu 2021 65 ming yurgan Nissan motor variator коробка, Inji Pro degan. Eng full pozitsiyasi 6 pedal. Motor nechi bo'ladi buni? 1.6 sep bo'ladi. Aha. Android, Kraskasi toza. kraska toza. Android bilan alisalari bor. Nissan Ishlaydi. motor variator коробка. Hamma yo'q ishlaydi. Tushunarli. Ideal holatda ekan umuman mashina. Qancha yurdi dedingiz? 65 ming. 65 ming kilometr yurgan ekan, bor yo'g'i. Lada Vesta avtomat bo'ladi. Avtomat variator коробка deb aytdi akamiz. Tamam. Gazchi aka? Benzin holat. Benzin holatda. Xo'p, ballonlari o'zi radnoy ballonda ekan. Xo'p, puli necha pul aka? Buni 10 deyapmiz. 10 mingdan tushib berasiz. Endi uchala Ladaga bitta telefon raqami aytaylik. 90lik 90lik bilan 545 545 4300. 4300 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Akamiz 5000 puli borlarga 3 oygacha variantga beraman deb aytyapti. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu aytilgan telefon raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.